Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Python dasturlash tilida bool xizmatchi so'zi bilan tanishib o'tamiz. Demak, bool xizmatchi so'zining vazifasi nima? Bu qanday holda ishlatiladi? Birgalikda tanishib o'tamiz. Demak, Pythonda mantiqiy qiymatlarni qaytaruvchi ikki turdagi operatorlar mavjud, ya'ni mantiqiy operatorlar va taqqoslash operatorlari. Demak, bu operatorlarimiz ishlash prosesiga ko'ra harakatdagi oqimlarni boshqarishda ko'proq ishlatiladi. Demak, mantiqiy operatorlarga misol bo'la oladigan and, or, hamda not mantiqiy operatorlar misol keltirishimiz mumkin. Taqqoslash operatorlariga esa kichik, katta, katta yoki teng, aynan teng, aynan teng yoki shunga o'xshash teng emas kabi bir nechta amallarni ko'rib o'tishimiz mumkin. Bu demak, bu yerda yuqorida keltirganlarimiz mantiqiy operatorlar. Bu mantiqiy operatorlarimiz pastda keltirilgan esa taqqoslash operatorlari ekan. Bu ikkala operatorlar ham bir vaqt o'zida rost yoki yolg'on, true yoki false qiymat qaytaradi xolos. Ya'ni qandaydir misol yoki masalan shartini tekshirganda yoki ularni taqqoslash jarayonini amalga oshirganda foydalanib ketishimiz mumkin bo'ladi. Demak, yana qaytarib aytib ketaman. And or not bu mantiqiy operatorlar, katta, kichik, katta yoki teng va hokazo bular taqqoslash operatorlari hisoblanadi ekan. Demak, bunga hozircha taqqoslash operatorlariga bir nechta misollar ko'rib o'tib ketishimiz mumkin. Demak, bularni kommentariyaga olib qo'yamiz. Va bu misollarimizga demak print xizmat so'zini bilamiz. Ya'ni printdan foydalangan holda oddiy taqqoslash amallarini amalga oshirib ko'ramiz va buni natijaviyligini tekshirib ko'ramiz. Demak, shu yerda e'tibor berayotgan bo'lsak, bir aynan teng birga. Buni hozir rostlikka tekshiradigan bo'lsak, natijamiz true degan natija berishi kerak. Demak, e'tibor beradigan bo'lsak, natijaviyligimiz mana bu yerda ko'rinib turibdi-ku, true, ya'ni rost qiymat qaytarib ko'rsatadi. Demak, bunga o'xshagan bir nechta misollarni ko'rsatib o'tib ketishimiz mumkin. Ya'ni masalan print 10 ayrilgan 5 qo'shilgan 2 aynan teng bo'lsin. Masalan 7 ayrilgan 9 plus 1 ko'rinishdagi misol. Demak, ularni taqqoslashni amalga oshirishimiz uchun birinchi qatorimizda kommentariyaga olib qo'yamiz. Kommentariya belgisi demak reshotkadan foydalanamiz. Demak, run qilib tekshiradigan bo'lsak, bu yerda hozir e'tibor beradigan bo'lsak, qiymatlarga ko'ra natijaviyligimiz false. Haqiqatan tekshirib ko'ramiz. 10 ayrilgan 5. Demak, 5 plus 2 demak 7. Bu taraf tekshiradigan bo'lsak, minus 2 plus 1. Demak, haqiqatan ham berilgan ifodamiz taqqoslash amali bilan tekshiradigan bo'lsak, false qiymat qaytaradi. Haqiqatan chap tomondagi amalimiz o'ng tomondagi amalimizga nima ekan? Teng emas ekan. Demak, bunga o'xshagan misollarni bir nechta holatda tekshirib ketishimiz mumkin. Yana keyingisida print deymiz. Print bir kichkina bir ko'rinishdan. Demak, buni ham mantiqan o'ylab hisoblab ko'radigan bo'lsak, natijaviyligimiz false qiymat qaytarilishi kerak. Mana haqiqatan ham tekshirib ko'rsak, false qiymat qaytaradi. Bu biz keltirib o'tayotgan misollarimiz faqatgina nima? Taqqoslash operatorlariga misol bo'la olar ekan. Demak, keyingi qismda ya'ni mantiqiy operatorlar bilan tanishib ketamiz. Mantiqiy operatorlardan foydalangan holda misollar yechib ko'ramiz. Bu birinchi misolimiz. E'tibor beradigan bo'lsak, bizda uyvasida berilgan ikkita butun a va b sonlari berilgan.
jumlani rostlikka tekshiring. A va B sonlari to'q sonlar deb berilyapti. Demak, shu misolni shartidan foydalangan holda nima qilamiz? Uni rostlikka tekshirib ko'ramiz. Demak, bizda ikkita A'imizga 5 qiymat hamda B'imizga 3 qiymat berib oldik, ikkita o'zgaruvchiga. Demak, buni rostlikka tekshirish qanday bo'ladi? Masalani shartini bir o'qib olamiz. Masalamiz shartida ikkita butun A va B sonlar berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring. A va B sonlari to'q sonlar. Shu o'rinda endi to'q sonlarni yaratib olish qanday bo'ladi? Biz o'tgan darsda o'tganmiz, ya'ni qoldiqli bo'lish belgisi foiz belgisi edi. Demak, mana bu belgimiz esa taqqoslash operatori hisoblanadi, ya'ni teng emas belgisi. Ya'ni istalgan sonni 2 ga qoldiqli bo'lib, natijaviyligi 0 ga teng emas deb oladigan bo'lsak, bu albatta nima to'q son ekanligini ko'rishimiz mumkin. Masalan, shu o'rinda yozib o'tkazamiz. 5 qoldiqli bo'lingan, masalan 55 qoldiqli bo'lingan 2 deydigan bo'lsak, bunda natijaviyligi nimaga teng bo'ladi? Demak, buning natijaviyligi qandaydir qoldiq son. Qoldiqni ajratib oladigan bo'lsak, 0 ga teng bo'lmagan son hosil bo'ladi. Demak, o'ylayotgan mantiqimiz to'g'ri. Va mana bu yerda mantiqiy ko'paytirish amali. Mantiqiy ko'paytirish amalining ta'rifini keltirib ketadigan bo'lsak, ikkala holatda ham rost bo'lsagina rost qiymat qaytaradi, qolgan hollarda demak false, ya'ni yolg'on qiymat qaytaradi deb baholashimiz mumkin bo'lar ekan. Mana endi buni tekshirib ishlatib ko'radigan bo'lsak, mana natijamiz haqiqatan ham true qiymat, ya'ni rost qiymat qaytardi.